Eskitdan bor, ammo eskirmaydigan mavzu haqida gapirmoqchimiz. Bir yigit tez va oson pul topish uchun javobgarligi yengil bo'lmagan ishga rozi bo'ldi. Zakladchik, ya'ni giyohvand modda yetkazib berish faoliyati yigitchani tezkorlik bilan boylikka emas, sud zaliga olib bordi. Yigitning vazifasi giyohvandlik vositasini tarqatish edi. U buni Toshkent bo'ylab kerakli nuqtaga yashirish orqali yetkazib bergan. Ammo bu gal yashirilgan joydan narkotik moddalarni mijoz emas, balki organ xodimlari olishdi va yigit qo'lga olinib, bugun sud qarshisida javob bermoqda. Telegram kanaliga ishga kirganman. Ishlamoqchi edim. Reklamada ish ko'rsatilgan ekan. Asosiy vazifam tarqatish belgilangan joyga. $2000 deydi. Biz oylik hali oylik olishga uspet qilmaganman. U Jinoyat kodeksi 273-moddasining 5-qismi bilan aybli deb topildi va unga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyatlar majmui tariqasida uzil-kesil o'tashi uchun 10 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni qattiq tartibli kanallarga o'tashi belgilansin. Yigit suddan hech qanday yengillik so'ramadi va jinoyatni bilgan holda amalga oshirganini aytdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi suddan oxirgi sudgacha hech kim qatnashmadi. Uydagilarni xabardor qilib qo'yish kerak, men u narsani aytdim. Buning sababini so'raganimizda, u ota-onasi ajrashganini va majburlikdan bu ishni qilganini ochiqladi. Televizorga chiqadimi bu? Boshqa hamma ota-onaga gapim bor, faqat bolasini tashab qo'ymas, qarovsiz qoldirib qo'ymas. Qanday sabab bo'lmasin, bunday jiddiy jinoyat qilishga arzimaydi. Chunki giyohvandlik bilan bog'liq harakatlar nafaqat bir insonni, balki ko'plab taqdirlarni tugatishi mumkin. Olorxon Hasanov, Doston Boymatov, Rahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.